Videoda men sizlarga ukam bilan o'zim yasagan uylarimizni ko'rsatamiz. Lekin uylarimiz adashmasam hali tayyormas. Agar ko'rsatishimni xohlasalaring boshlaymiz. Va endi vaqti kimni uyiga kiritganmiz. Bu yoki bu endi esa bayaqlarimiz ukamni ko'rsataman. Video uzun to'xtab qolar ekan. Bilmasam nima qilishni qimirlatsa to'xtab qolar ekanda. Video o'chirish paytiga esa qimirlatamiz. Mana bu ukam uyi. Ukam uyi turishi dahshatda, lekin bu yerda so'qon pivo ichayaptimi bilmasam. Bu boyagisi nima deydi? Shkafchasi. Nima qilamiz? Haliga ukam uyi tayyormas, shunga chiqqan. Men biri kallani uradi odam. Men bu ustolga qaranglar. 1 2 o'sha 30 ekan. 30 ekan, ha. Ichimda sanab ketdim. Ha, nima qildi? Ko'rganingmi shu? Yana qo'rqib ketyapman o'zimga. Men bu ukam joyiga oynasini qo'yibman. Bularni ham qo'yib qo'yamiz. Bular yo'q qilamiz. Davom etamiz. Ko'rgan joyini Zumrad bor beda ko'rsatamiz. Va endi tushamiz. Qaranglar do'stlar, obunachilar. Qaysidir kuni qarindoshimiz kelib qolsa o'ynaymiz. Faqat qaysidir kuni faqat kiysa. Unaqada. Endi vaqt o'yinni ko'rsataman do'stlar. Vaqt o'yinni ko'rsatishga. Men o'tib ko'rsatmoqchiman. O'tir. Mana. Faqat bu o't yotmaykan, unaqa ustiga chiqib ekan. Va endi joylimikan? Yaxshi-da. Ketdik endi uyim uchun ko'rsataman. To'xtangda. Nima qildik? Dagni yo'q qilamiz. Time. Alvis qo'yuvdimmi? Yo'q, bo'lmarkan alvisni bos qo'yamga. Meni uyim dahshat chiqqan. Shuni ko'rsatmoqchiman. 1 2 3. Mana! Yaxshi-da. Hozir yaxshilab bo'lish uchun unday qilamiz. Ana nihoyat bo'ldi. Mana shunday tepaga chiqib ketamiz. Mana bu yerda dasturxon 4 kishi bo'lamiz. Bu esa baliqcha mana. Baliqcha. Besi dasturxon. Men to'g'ri kunim bo'lganda bega Aziz o'tiradi, Asal bega Dali o'tiradi, Asal o'tiradi. Aziz o'tiradi va men to'g'ri kunim bo'lyapti. Bu esa nima deydi? Bu o'yin rasmini tushirganman-da, to'g'risini aytsam. Bu unaqa nima deydi? To'xtang. Bu marka. Bu oyna ko'rsatmaykan. Nega ilib qo'yganman bunaqalar, nima deydi, gullarni. Endi esa pastga tushamiz va endi bu xonani ko'rsataman.
O'yinchoqcham mana shuni qaranglar. Qayerga qarayapti bu? Bu yerdan esa musiqa chiqaryapti deydi. Nima qilay? Bittayam ovoz chiqarmaydi. Bu esa vishtak bilan unaqam qo'yib qo'yganman. Davom etamiz. Men buni ko'rgan bo'lsalaring ta'tim bu. Orqasida yana qora. Bunaqa bor yana. Bu esa unaqa tomosha qilayotgan. Lekin tomosha qilmar ekan. Bu esa gul qo'yib qo'yaman deganman, esimdan chiqib ketgan. Bu esa mening kompyuterim. Kompyuter. Bunaqa boyagi balq ovlagich bilan boya turibdi deydi. Ha, kamon. Bunaqada boyagilar ishlatadigan kamon. Demak, do'stlar, obunachilar, hamma joylarni ko'rsatib chiqdim. Ko'rdilaring. Mana yana ukamning uyi. Bega qushlar kelmasin deb bunaqa qo'yib qo'yganda. Mana ukamning uyi. Ko'rdilaring. Ukamning uyi. Lekin hali chala yasalganda. Men ko'p o'ynayman o'zi. Mana biz hali unaqa daraxtlar ekib chiqib nima qilishimiz kerak? Tom qo'yish kerak Dali o'zini uyiga. Agar qaysi uy sizlarga yoqdi, qaysi yoqqan bo'lsa, qaranglar, agar mana shu ko'ki yoqsa, like bosasizlar. Mana shu yoqsa, boya qilasizlar. Qaysi uyni ichi dahshat chiqibdi, ko'ki dahshat chiqsa, like bosinglar. Puhtisi dahshat chiqsa, obuna bo'linglar. Qani,